Kamera va vaqtni ishlashni o'rganib olganimizdan so'ng, endi kino olami va o'yin olami o'rtasida o'zaro ishlash haqida biroz gaplashamiz. O'yin va kino olami o'rtasida almashish uchun F11 tugmasi mavjud. Asosan o'yinga kirish uchun F11 tugmasini bosasiz. O'yinda bo'lganingizda esa kino olamiga qaytish uchun yana F11 ni bosasiz. Kino olamida siz sichqonchani harakatlantirishingiz, kadrlarni tanlashingiz, vaqtni o'tkazishingiz yoki fayl menyusidan foydalanishingiz mumkin. U xuddi oddiy vosita kabi ishlaydi. Biroq F11 ni bosganingizda kursor ekranning o'rtasiga qotib qoladi va chap tugmani bosib TF, ya'ni Team Fortress ichida qilinadigan barcha narsalarni qilishingiz mumkin. Biz o'yinchilarimizdan aktyor sifatida foydalanayotganimiz sababli yozishni boshlashdan oldin borib o'z joylarimizni egallashimiz kerak. Shuning uchun men Scoutni xarita bo'ylab yugurtiraman. Yuk mashinasi yonidagi bu kichik maydon biz ishlashimiz uchun yaxshi joy bo'ladi deb o'yladim. Va ehtimal Scoutning bu kichik tuproq yo'ldan yugurib borayotganini yozib olarmiz. Endi F11 tugmasini bosing. E'tibor qilsangiz, Scout g'oyib bo'ldi. Garchi o'yin olamida biz aynan shu yerda turgan bo'lsak ham, u yo'q. Chunki kadrda biror narsa ko'rinishi uchun uni yozib olish kerak. Xuddi video kamera tasvirni tasmaga yozishi uchun kimgadir qaratilishi kerak bo'lgani kabi. Buni amalga oshirish uchun biz Record yoki yozib olish tugmasini bosamiz. Siz 3 ta signalni eshitasiz va 4-signal oxirida yugurishni boshlashingiz mumkin. Bu yozib olish boshlanganini anglatadi. Keling, shu yergacha yugurib boraylik. Tugatganingizdan keyin esa Escape tugmasini bosing. Ko'rib turganingizdek, biz asboblar rejimida turibmiz va Space bo'sh joy tugmasini bosganingizda qilingan barcha harakatlar kadrga yozib olinganini ko'rasiz. Narga uzoqroq nuqtaga yetib borganimizda biz yana Space bilan vaqtni to'xtatamiz va pastga tushib kadrni tanlaymiz hamda bu kadrning chiqish nuqtasini belgilash uchun O tugmasini bosamiz. E'tibor bering, ketma-ketlikda bu yerda uzun qora tasma bor. Siz uni bosib tortishingiz yoki Alt O tugmalarini bosishingiz mumkin. Bu ketma-ketlikni joriy kurson, ya'ni playhead pozitsiyasiga moslashtiradi. Kadrni moslashtirish uchun biroz yaqinlashtiring, zoom in. Kadrning boshiga qaytish uchun yuqoriga strelkasini bosing va F11 ni bosing. Endi e'tibor qilsangiz, biz xaritaning boshqa chetiga tushib qoldik, chunki oxirgi yozuv tugagan joy shu yer edi. Shuning uchun ortga qaytib, o'z joyimizni egallashimiz kerak. Boshlang'ich nuqtaga qaytganimizda, oldingi yozuvimizdagi boshqa Scout u yerda bizni kutib turganini ko'rasiz. Biz u bilan aloqa o'rnata olmaymiz, uni o'ldira olmaymiz yoki unga o't olmaymiz, chunki u o'yin olamida aslida yo'q. U shunchaki kino qo'g'irchog'i. U o'yin mantiqi bilan emas, balki vaqt shkalasi orqali boshqariladigan animatsiya kanallari bilan boshqariladi. Bunga misol ko'rish uchun F11 ni bosing va Play tugmasini bosib, tezra yana F11 ni bosing. Ko'rib turganingizdek, Scout aslida qochib ketyapti va biz hali ham uni e'tiborsiz qoldira olamiz. Va u kino vaqti nima qilsa shuni qiladi. Keling uni ta'qib qilamiz. F11 ni bosing. Bu yerdagi Record tugmasini bosing va signallarni eshiting. Qani ketdik. Demak, men asosan o'zimni 2 marta yozib olyapman. Kadr oxiriga yetganda siz yana signallarni eshitasiz. Bu kadr tugayotganini va sizni kino rejimiga qaytarishini bildiradi. Tani bosing, qizil jamoani va askarni tanlang. Scoutning o'lganini ko'rasiz. Askar qayta tug'ilganda u ehtimol qizillar xonasida paydo bo'ladi. Shuning uchun biz uni o'z joyiga olib kelishimiz kerak. Xarita bo'ylab yugurish o'rniga men sizga sahna kamerasi yordamida uni teleport qilish hiylasini ko'rsataman. Shuning uchun F11 ni bosing, asosiy ekranda o'ng tugmani bosib, Game va Teleport Player to Camera ga o'ting. Ko'rib turganingizdek, o'yinchi aynan shu yerga, Scoutning orqasiga teleport qilindi. Biz allaqachon joyimizda va hammasi yozishga tayyor. Joyingizni egallang, F11 ni bosing, yozish tugmasini bosing va signallarni eshiting. Raketalarni otishni boshlang va qani ketdik. Darvoqe, o'zingizni teleport qilganingizda ba'zan tasodifan devorlar yoki polda qisilib qolishingiz mumkin. To'siqlardan o'tish uchun N tugmasini bosing. Shunda devorlar orasidan ucha olasiz. Havoda bo'lganingizda N ni yana bosing. Shunda o'yin olamiga qaytib tushasiz. Aktiv kamera nomsiz 3-kamera qilib belgilangan. Bu askarning kamerasi. Shuning uchun menyuni tushiraman va sahna kamerasini Scoutniga bo'lgan nomsiz 2-kameraga o'zgartiraman. Play tugmasini bosing. Ko'rinishiga biz juda qiziqarli jangoriy kadrga ega bo'ldik. Keling endi uni ketma-ketlikka kesib olamiz.
Va esdan chiqmasin, ishingizni saqlash uchun Ctrl S tugmalarini bosing.